ta birinci bölümden tatip bugün günügacha Xitoy tajovuzchilarining bevosita zulmini, bevosita jinoyatini boshdan kechirgan, yashagan yoki bo'lmasa o'zi yashamagan bo'lsa-mu oilasi tarafidan oilasiga kelgan fojialarni dalil isbotliq anglatgan, guvohlik bergan qarindoshlarimizni ekranga olib chiqib, Xitoy tajovuzchilari bugünkidek bütün cinayetleri dünyani kaplagan, hamma axborotlarda, bütün tillarda yağmurdak yig'iyotgan dalil isbotlarga qaramasdan inkor qilayotgan, biz unda qilmayotimiz, uni qilyotimiz, buni qilyotimiz deb hali ham yolg'on gapni davomlashtirayotgan paytda Xitoy tajovuzchilariga urilgan bir tasdak sifatida biz bu programmamizni boshlatgan edik. Bu programmamizning natijasida albatta boshda inkor qilgan Xitoy oxirida bu maktabda, bu tarbiyalash maktabi deb dunyoning har qaysi joylaridagi bu guvohliklar ko'payganda buni e'tirof qilishga majbur bo'ldi. Uning keyindan texnika kuchaygan sari bugun hamda bunida o'qish bitirganligini, bu yerda hech qanday bir axborotlar deyilayotgandek bu jinoyatlarning ishlanmaganligini, jazo lageri emasligini hadab tashviq qilib, bugun uni bundan keyingi tabiiy holatda har qanday bir kashf kursiga o'xshash xalqallar keldigan maktab qildik deb oxirida Shuhrat Zokirning og'zi bilan buni degan bo'ldi. Necha hafta bo'ldi buni o'taqa. Bu shaklda davomlashtiryaptim. Biz shuning uchun Xitoyning bu yolg'onchilikqa, ama chet eldagi 100 minglagan xalqimizning ota-onasi biznikidan boshlab hammalar ekranlarda ko'rib turayotgan barliq qarindoshlarimizning ota-onasi, urug' tuqqanlarning hammasini hech bir xabar yo'q hozirgacha. Bu Xitoyning yolg'onchiligini isbotlash uchun texnik Xitoy bugun shunday deb turayotgan bir sharoitda ularning jinoyatini isbotlash, texnik yuziga urish uchun, yolg'onchilikni yuziga urish uchun har qaysi qarindoshlarimizning axborotni texnik kuchaytirishimiz kerakligini biz ekrandan ta'kidlab kelyapmiz. Bugun ham shuning jumlasidan bugungi programmamizning temasini ajdahoning og'zidan qutulgan Uyg'ur yigit deb qo'ydik hamda. Nima ish qilsak, qadrli qarindoshlar, bugun atdiganda aydirumda kutib oldik, bizning qarindoshlarimiz kutib oldi. Bugun bu Xitoyning og'zidan, bu Xitoy ajdahosining og'zidan shu yerda lagerda yetib, u yerda ko'rgan fojialarni bugun Istanbulga, Turkiyaga tunji bo'lib oyoq bosdi. Bugungi mehmonimiz va bir qancha kun o'tkazmasdan shu yerda yashagan shu fojialarni ekranlarda bütün dunyoga buningdan keyingi hayoti anlatadiganligini, bu yerdagi vahshiylikni so'zlaydiganligini jur'at qilib kelganligi, shu fidokorlikda bo'lganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Qimmatli mehmonim Yolqin Anvarni qizg'in qarshi olmay rahmat aytamiz kelganligi uchun. Rahmat aka. Alloh razı olsun. Men sizlarga ko'p rahmat aytaman. Meniki bu hikoyani sizlar orqali butun dunyoga olib bo'ldi. İnsanlarning tunishi uchun buni qo'linglardan kelgancha paylaşıp hem baharlab qo'shinglarni umid qilamiz. Shunday har qanday fikr talablaringlar bo'lsa, ekran oldidagi nomerlar orqali yoki shu naq maydon programmasiga yozsanglar bo'ladi. Programmaga kirsak, Yolqin, men ukamda bilan chaqiraveraysizmi? Oldi bilan sizni bir tunib o'tgan bo'lsak. Men ismim Yolqin. Yolqin Anvar. O'zim Aqsuda tug'ilib, Aqsuda cho'ng bo'lgan. Tug'ilgan vaqtim 1995 yil 3-oy. Xo'sh. Men endi 24 ga kirdim. 25 kirdim taqada vaqtim bor ekan. 24 yoshimda hozir men bir 50 yoshga kirgan bir hikoya o'tib ketdi beshimdan. Xo'sh. Aqsuda tug'ildim va o'qish hayoting shu Aqsuda bo'ldimi yoki boshqa yerda? Boshlang'ich bilan to'liqsiz Aqsuda bo'ldi. To'liq o'tirdim boshlab ish kirdi. To'liq o'tirdim boshlab universitetgacha ish kirdi o'qidim. Shannon o'lkasida. Shannon o'lkasida to'liq o'tirdim boshlab shu yerda o'qidim. O'qib universitet. Shu Shandonda o'qidim. Hammasi Shandonga qayda bo'ldi. O'qishim, o'qigan kasbim kompyuter kasbi. O'zim kichkinada kompyuterga qiziqqan bo'lishqa. Kompyuter kasbini o'qib bo'lib, nurg'a orzu amallar bilan. Maktabni nechanchi yil bitirdim? Maktabni 2014. 2014. 2014 mi? Gapni esga tutganim bor. Ha, mayli ishim bo'lmaydi. Tunji qatim ekran chiqishim bo'lgan ekan, normal ahvol bu. Maktabni 2014 bitirgan bo'ldi to'g'ri. 2014 bitirdim. Xo'sh, uning keyin 7-oyda bitgan bo'ldi to'g'ri maktab. Va u tarixda vatan qaytdim, yurtim qaytdim, yani Aqsuga qaytdim. O'qishim tugab, yurtim qaytib, praktikam tugagandan keyin
Ondan şu maktabda o'rganganim bo'yicha kompyuterda bir tor sohasida bir ish qilib boqay deb o'zim iltimos qilib shirkatdan birini ochdim. Aqsu shahar ichida. Shirkatni ichib qo'limda bor pullarni shu mablag' qilib silib ishlarim yangi boshlanayotgan vaqtlar shu 2016-yili 2015 shirkat iltimos qilib ochdim. 2016-yili ishlarim endi bir qurilishga boshlagan vaqtlar besh shu fajialar kelib boshlandi. Hayotim osmon biz o'lib ketdi endi. Lagerga tunji aktilishing 2016-yil nechinchi oyda? 3-oyda. 2016-yil 3-oyda. Xo'sh. Endi o'shadan boshlab diqqat bergan bu sana qadrlik ko'rmalarimiz. Mana bu yoshlikka Xitoy tilida o'ttir maktabdan tortib Xitoy o'lkasida o'qib o'zining kasbini, so'ygan kasbini bitirib kelib vatanimizda bu tijoratni boshlab bu tarix ishkimi tutilgan vaqtimiz shu Xitoyning lagerida Uyg'urlarni turkumlab olib ketishga boshlagan tarixga to'g'ri kelgan. Qanday olib ketilishini o'z og'zidan anglaydi. Nima deb olib ketamiz? Sizni kap tunji qatim sabab nimani ko'rsatamiz? Men birinchi qatim chaqirgan vaqtda meni soqchiqanda ko'p telefonni topshirsin. Telefonni zakab bersin deb. Telefonda bir berdim birinchi qatim. Ular menga ochiq yaqimda telefon deb qoldi. Telefon deb qoldi tunji qatim. Ep qilib, yana telefon qilibdi. Soqchiqanda kelsin. Bir nima ishlasam boshqa ish yo'q. Menga kirib oldi deb sulaxonasiga o'tqazib qo'ydi. O'tqazib qo'yib u yerda necha soat turgandan keyin boshqa ishlarmi yo'q, yana chiqib ketdim yerdan, qo'yayotgan bo'ldi. Qo'yib o'tib, ertasi yana chaqirdi. Soqchiqona kelsin dedi bugun. Deb. Shundan soqchiqonaga borsam bu yerda o'zim vatan tarafdan vaqti bo'yicha shu tushdan keyin soat 3 bilan Oqsujarlik Ko'ba idorasiga kelib, u yerdan ketdi meni. Gap qilmaylab ketdi. Menga bizdan bardoshish bor deb og'zimizda jig'ilgan bo'ldi. Sizlar mashina chiqib Ko'baga olib borgandan keyin tushdan keyin soat 4lardan boshlab kech soat 2largacha to'xtamay tayoq yedim. Urdi yana nechis bir bo'lib. 6-7 odam navbatlashib to'xtamay uryotdi. Birisi yerib qolsa, yana birisi kelib uryotdi. U yerib qolsa, yana birisi kelib uryotdi. Bir og'iz gap so'ramadi. Urib men o'ltirganim yo'lbos o'rindiq bo'lg'achqa pulim bog'liqlik. Xo'sh. Men bu yerda bir harakat qilmayman. To'xtamay uryotdi. Urib kech soat shu 2lar bo'lgan chog'da andakan meni o'rnimda to'g'izib, tamda to'g'izib qo'yib turib, tam o'ylab to'g'izib qo'yib turib meni. Ondan endi digina kimga aloqa qilding deb. Men bir kimga aloqa qilmadim. Yana qonun qilib ishim yo'q. Sen bizga gap yandirganmi deb tam o'ylab ko'tarib yana qo'lsoqlarimga urib tepib qolgandan keyin tugilib yetib qoldim. Yetib qolgandan keyin dumimga pilalar bilan urib, tasmalar bilan dumlarimda qita to'q. Yana da o'rnimizga kimga aloqa qilishdi? Sen chetlarga aloqa qilishibsiz. Men aloqa qilmadim. Men haqiqatan hech kimga aloqa qilmagan. Hech kim bilan aloqa qilmagan. O chog'da men hatto Urumchiga telefon qilishga qolsam, shirkatdan ishlayman. Men shirkatning o'zining ishidagi muqim telefon qiladim. Chunki ansiraytim shu joyda men telefonim ishlab qolmasin deb. Bular men qanday yerdan bir isbotlab kelgan bilmayman, isbotlab ko'rib boqmadim. Men isbot bo'lsa qo'ya olaydik-ku sen. Isbot yo'q, seningdan bir narsani mana zo'lab bir ixro qildiralaman. Majburiy ixro qildirmoqchilar. Kech soat 2 gacha 4 da akitib 2 gacha navbatlashib urgan bo'lsa, senda bir narsa chiqarmoqchilar, telefonini oldilar, akat 2 kun burun hech qanday dalil topolmay seni ixro qildirmoqchi. Shuning bilan eng oxirida degan gapi o'rdan urib bo'lgan ekan. Undan bo'lsa hozir uyingga ketib, erta tangsar bo'lganda endi kimni deb qoldi, deb qolib, erta tangsar bo'lganda 5 ming pulni ko'tarib, kep meni izda. Andaki kimni akatsa, bo'lmasa kimnikini akatmasang, pulni akatmasang, kimnikini bermaymiz, kimnikini akatmasang, sen yana kelib bir jatay qaysa. Bu deb shu kechada uyga qaytdim. Kech soat necha? Shu ishlar oxirlashib 4:30lar 5lar bo'lgan vaqt. 4:25 bo'lganda atigan yana 6da kelsan dedi. Tong yurganda keldi. Tong yurgan ekan. Uyga borgandan keyin opam bilan ko'rishib, opam istamsa gap. Sen bilan nima chiqardingiz deb. Men hech qilmadim opa. Men hozirgacha yashab bir qonun qilib ish qilib boqqanim yo'q, qilsam o'ylab boqmagan. Bular qanday yerdan meni chetda aloqa qildi deb so'rab qoldim, bilmayman. Desam,
bo'pti bola deb shamizga papa 5 ming ko'p pul lozim ekan bularga pulni berib bersam andan keyin kimligimni berdi ekan andan keyin men xotirjam bo'ldi ekanman deb desam opam uchuqlam sendan par talab qilyapti yani bekor ishxona jinoyat topolmay uning ustiga bo'lishiga urib undan keyin 5 ming ekan 5 ming pul ekan sen kimligini bermaymiz kim saqchilarniki qaysi saqchi idorasi Aqsudiki Aqsud shaharlik davlat bexatarlik idorasi Kobodadoy kim sen talab qilgan ismi o saqchininki olim yeshimdan azir qilib cho'ngildi esimda qolgan shu bir sekund qolgan tunib ketmayman Ata 5 ming pul keldi. Uyga berib opamdan ko'rishib degandan keyin opam "Balam bo'njidek pul yo'q ekan, 3 mingni olib bergan" deb. 3 ming deb kelsam, "Sen bu yerda say bozor ko'rib qoldingmi? Sen bilan baho talashib qilding, qanday ekan bu?" Nakam ishlamishdan gap, men bu yerda elektriklayotgan, qo'limda o'lchab bundan tayini yo'q. Mish buni opamdan so'rab olib keldim. Uyda bobul mashinada ekan. Deb desam, "Sen biz ko'rmay, men ketib pul tep kel." Degandek kimdir qilib qolsin, qachon pul topib qachon shunday akitay kimligini. Deb. Ham o'choqda tuzuk yo'l mangmayman, put qo'llarim butun og'riq. Yo'l mangsam oqsab yonayotgan qo'limni ko'tarayotgan kuch yo'q. Ketib ardin bir kun o'tibdi. Yana payt soqchixonadan chaqirtibdi. Soqchixona kelgan seydi. O'rnimdan turdik 5-chi ko'tarayotgan kuch yo'q. Badam tayoq zarbisidan. Soqchixonaga borsam Bağanda kalan kulumni aqchimada akib bular ko'z yetishmay suv yoljo bo'ldi tengvat qo'limni. Ha, ko'z bilan taqiyolmagan ekan. Ha, ko'z yetishmabdi paytda odam tutayverib. Ha. Ko'zi qanmagan gap. Qo'limni suv yoljo bo'ldi tengvatgandan keyin nima shu bo'lganini bilmadim. Qadam chiqay. Bu nima shu ekan men bu tunuga men go'bonta yaxib chiqqan bo'lsa, bu yana paytda tutib nima shu bo'lgan deb qalamda o'tmay bu ish. Amal yo'q hamda ortiq yapsam yana urdi ularni. Soqchiqanda. Oldadim yana. Oldasam shu tushga az qolgan chog'da. Tushdik soat 2dan bo'lgan vaqt ora. Vaqtda bir soqchilar kelib mashinaga chiqadi. Bunday barimizdan chiqaqmay chiqa mashinaga. Mashinaga bosdi. Shu yerdan meni Aqsud shaharlik xalq doktorxonasiga. Xalq doktorxonasiga qapadi. Hozir shunda Aqsudning qizlik ko'rikning qishida doktorxona. Doktorxona keldi. Nima ishlar bilan deb mashinadan tushib bo'lib shu joyda ko'ginim shuni esimda menga o'xshash men bilan o'xshash yoshdagi yoshlardan o'g'illar hammasidek o'g'illar yeshmamni tanday qildi. Qarashda shu eng kichigi bek bo'lsa shu 17-18 yoshlar. Eng cho'ngi 26 yosh, 27 yosh. Bo'lmasa hammasi men bilan o'xshash bir yoshdagi zamondoshlar hammasi. 400-500 odam bor o'g'illar. Bular nima ish qilib doktorxonada hammasi qanday sho'g'il turibdi. Yurak kesilami yo'qmi deb o'tiribdi. Ondan ko'zni tekshirib deb barmoqimiz deb shu doktorxona tekshirish qildi. Shu o'yladim bu tarbiyalash markaziga bu nomda tarbiyalash markazi olib tarbiyalasa maktabda o'qitsa qanday qilib o'zim qonun tekshirib, salomat tekshirib, jinoyat deb menga qo'limizni qo'ysa, hammamizni qo'limizni qo'ysa, qo'yib yetishimiz jo'ba teng'oqliq. Qanday qilib jinoyatchi bo'linib qoldik deb. Yani doktorxonada tekshirib bo'lgandan keyin hammamizni birdan mashinaga chiqarib bizni yapmagan mashinaniki bir qator uzun mashinalar uzun bir sep Axtardan jonjar cho'nim neymiz Uyg'urcha. Askarniki. Bir askeri bunda minibus mashinadagi mashina. Yo'q, tank o'xshash mashinasi. Shu xil mashina, andagi oqisi cho'ng avtobus. Mashina minib, yani birdan chiqaramdikan mashinaga. Bir mashinada asosan tank o'xshash mashinasida biz 8-10 odam bor. Qolgan cho'ng avtobuslarda 30-40 60 odam chiqib. Bir uzun sep. Mangdoq. Menga Aqsujarning 3-4 oylik manga saqin lager ekan bu. Lagerga keldi. Men o kun nima ishlar bo'lsin bilmagachga kiyib kimin bak yillar. O vaqtda 3-mezgil Aqsuning asharati bo'lgan joyda shu terlog'iga vaqti shamol kuchli sovuq havo bir xil. Men nipizli bir kiyim kiyib otganman. Hammamizni qo'lni beshimizga mana qo'yib lagerniga o'ylist o'ltog'izib qo'ydi. O'ltog'izib birdan ismimizni to'g'lab andakan. Kimning ismi chiqsa shu dirat bo'yicha kiryotdi ichiga. Kirkat to'q.
soğuk to'nlab turdik necha soat. Hem bu lager bu torda deyilgandek palana başliq so'zlab o'tgandek bu tarbiyalash markazi va maktabda o'qitadigan yer emas. Kirgandan keyin ish bilan farqsiz. Sen kirgan mush lager akirdi. Akirgan qancha odam baka bu lagerda? Shu turpan yo'ldagi. Bu lagerda shu chog'da mencha bo'lgan chog'da shu necha ming odam aniqlab bor. Hamma shu yosh bolalar Uyg'urlar. Ondan ba'zida yosh cho'roqlar bor. Shu chog'da bizni to'liq olib bo'lgandan keyin qaraganda shu yosh cho'roqlar shu 50 necha yashada bolalar bor ekan, 40 necha yashadagilar ko'p bo'lgan. Necha ming odam aniqlab bor bu yerda bir qarashlab kunda. Uni kamera usulab to'g'riz qo'ydi. To'g'riz ishning oldida bir yordamchi soqchisi bor. Turib o'tadi. Biroz gapni ortiq qilmaymiz. O'zaro paralashib ruxsat yo'q. O'zaro paralashib sinadigan keldan osmonimda biz chiqib qolsak, ishqam yo'q, nima ish qilmoqchi deb qaldaklalar urib zarba berib. Xo'p. Jon chiqmaganga qo'sh bo'lib, o'lib ketmaganga qo'sh bo'lib yashadik ichida. Ondan shu qonilish bor. Ondan lagerga akirib bo'lgandan keyin yana qonilish bor. Ondan yana bir o'qullarni urib bo'lgandan keyin butun badan jon yerasi yo'q. Bir xil xomushib qolasizlar shuni. O'rnimizni turishga bosib kuch yetmaydi odamning. Bir kim bizni chaqirsa beshimizni ko'taramaymiz, oshimizda kuch yo'q. Ashta paralda kelib qoldik. Ondan tansar bo'lganda qanday tatib chiqdi do'kash bo'lganda undaq o'qulni uruvdi. Ashundaq turib oxiri kelib biz boshliqlarga 8 yildan kirib ekanmiz, oxiri kirib yana 8 yildan kirib 16 bo'ldik. Xo'sh. Petishmidik ichiga. Uyurtusak tug'dak o'rin yo'q. Onda kirganlar 16 dan 20 ga ko'paydik. 20 odamning orasida bir kameraning ichida. Bak kichik, bak kichik. Ondan kameraning ichidagi yerda 16 odam 20 ga o'zgarib, 20 ning orasida yosh qo'shroq, yosh cho'ngroq 3 odamlar bor ekan. Bular kirgan chog'da chiralari resepti bir joyda deb qarashga bo'ldi endi. Kirib chiqish kun bo'lgan chiroy xunukleşdi. Bularga biz o'rgan o'g'ilni uribdi, bularni tan ko'taramadi. Ko'tarmay bir at bo'lgandan keyin bir odam yiqilib tushdi, achib ketdi. Shu kun kechroq bo'lganda xabarni to'q o'lib qolibdi deb. Necha kun bo'lgandan keyin o'lib qoldi? 3 kun u odam kirib 3 kun bo'lgan joyda yiqilib tushgandan keyin ketdi, shu kun kechroq. Xabar topdi, o'lib qolibdi deb. Aytishanda bir soqchi kirib dedi. Bu odamning yuragi kesilgan to'q. Kesilgan to'qmay kirgan joyda shuni o'lib qolibdi. Chiqqandan keyin qatqilayman gap qilishma deb qo'yib ketdi. Dedik. Ortiq gap qilish amal yo'q-da biz endi. Zot nima qilibdi deb demaymiz. Desek ham tayyorlaymiz. İşte arada o'tib shu 1,5 oy bo'lgan chog'da 2 odam shu bizni kichik lagerda o'lib ketdi. Ondan 2,5 oy bo'lgan chog'da bir odam bajashib beramadi, o'lib ketdi. Onda odam chiqqan chog'da yerda eng beshida biz jitxonadan chiqamiz desak, qo'limizni ko'zab putimizni kishan saqchib chiqdi. Boshdagi bir aylarda oxirgi saqchida tungni birini tashlab berdi. Bir kunlikni bir açık tükse bo'lmasa mishni ichida turdi deb. O kameraning ichida hazırlab qo'ygan o'birini yo'q yani. Yo'q. Ya bütün kameralarning ichida shunday-da. Aynet. Shunday bir, ya. Ondan tungni tashlab bergandan keyin xil qilib kichiklam mush jo'slik qilgan bir uyning ichida 17 odam bor. 3 odam o'lib qolgandan keyin 17 odam. O yerden özra örtüz ama mörümüz birbirimiz takışıp patmayımız bunu da tutmasak. O ülep qağa adamdan nega chiqib ketganini uqmaysizlar. Uqmaymiz. Ailesiga ba'dim o'xshayganimiz yo'q. Hem özra paranısını qo'ymaydi, odamning ismi nima, nereden uni bilmaymiz. Kundalik hayotinglar aytganingga jimmitli turishmamlashadi. Ondan sonra ezib qilgandek, Gongchandan Xo degan bir naqshi bor. Meyo Gongchandan Meyo Xojungo degan. Shu naqshni aytamiz. Onda boshqa ish yo'q. Bo'lmasa ba'zi elchi qanday chiqarib yugaga soldi bizni. Gap qilsa ichida jim turmabsa deb.
үйге келсе болмаса шу біз тәжірибе алған шашқан қанымыздың алды уколын ұрды, қанымыздың алды укол ұрды. Біз тәжірибе алған шашқан. Ашында жүріп, ақыр кеп адамда патмайлық біз туын ташлап бәгенде екен, ой ет адамның бір күлік тәрет. Фұрда туының ішінде. Оның ішінде пұртып. Пұрақтың адамын нәпәс ағылы болмайды. Ашында жүріп, жан шықмады, оның башқаның әміні деп атып болғанымызда. 6 айның 10 нәтижелері болған жағда андан. 12-лері болған жағда. Yani bir kirgençe qancha aydan keyin andan keyin sizdan biz so'rab keldi. Yani 6-cı ayga geç hech qanday savol so'raqsiz. Savol so'raqsiz. Hech kim savol so'raqsiz. Har kuni yangidan akab turdi odamlarni. Agar bir odam o'lgida ko'p ketsa, madem biz hech kuni ko'rmay ekanmiz deb o'ylaymiz. Yani kesel holati chiqib ketib qolsa, ko'rmay ekanmiz deb o'ylaysizlar. Agar bir odam o'zi minib turib chiqolsa, ma bechara bugun pek eg'ir tayoq yeyapti deb o'ylaymiz. Ayrim chiqib bir bujakka esib qo'yib urib bu odamni o'lgida qilib tashlab agar qo'yjani. Madem bugun pek eg'ir tayoq yeydigan deb o'ylaymiz. Undan boshqa o'zlarimda turib ko'z qisib paranjidek ko'rsat yo'q. Bayqab qolsa yeymiz. Shunda bo'lib yani hamma yerda kamera bor adamlar. Sen kamera. Ham bizning tug'an qatakninki ishki cihazı qo'shadi-ku. Sirtqi saqchi ishiga butun ovoz to'liq anglaydi, ko'radi bizni. Shu har bir ishni birinchi saqchi turib qo'lga qaltak. Shu qilmaydi. Ondan 6-yilniki 10'ları bo'lgan chaqda men bardash qilib beramadim. Nima qilamadim? Men bardash qilib beramadim. Kunda qanday shu o'qul urish bardash qilib beramadim. Ya har kun olamda qanday? Ya subhanalloh. Bardash qilib beramay men bir qush suvni ichish uchun shu qushni ko'tarmaydi holatga yetdimda. Bu musha kirgan hamma odamda mushuna qildi. Asosan boshqa metoddan qanday ularning amaliy qilinadi, ularni biz bilib ketmaymiz. Kanalda ham shu o'qul uramda har kuni. Attingiz qanday kechda o'qul urdi? Har kuni. Yana men o'sha 90 kun tug'masam 90 kun 180 qatam o'qul sanjildi degan gapman. Birsi qanday uchun, birsi o'qillash uchun. 6-yilning 10'ları bo'lgan chaqda bo'p bo'lmayman badan ko'taramay boshlandi. Qanday qilib qon chiqmadi. O'qul ursa shpris o'qul mangmadi qon tomir achadan ko'p bo'lganda turib. Qon degan bular menga qarab yoq. Chiqib ketgan 6-yilning 11-12'lari bo'lgan chaqda ismim chaqadi. O'mdidek bo'lib chiqib qisam. Sen uyga kelsan bo'ldi ekan. Seni tekshirib oldik. Ishim yo'q ekan. Of dedim, asmanga bir qarab o'tib, uyga qarab ketdim. Uyga qarab ketib 15 kun atrofida o'rnimda turamadim, yotdim uyda. Uyda tomoqlarni yeb, sho'rplarni ichib degandek, asl dori yeb degandek. Ham u ishlar bo'lgandan keyin u Uyg'urning qo'lida mo'jam pul yo'q hozir, vatandami. Shu chaqda Uyg'urning qo'lida pul qolmagan vaqt. Üzerinde aslı pul yok, uyda aslı pul yok. Ben bir kimde berip, bakalım doktorxonaga baray hazır. Bana 500 pul berdi desem bir kimde pul çıkmadı vaqt av. Amma uyda yetişim gerek. Yetip 15 gün bo'lgan ondan keyin of deb bir peshtirini o'yamay. Qo'polodek bo'lib, ondan xizmat izlashga boshladim. Men bundan tursam bo'lmaydi ekan. 2016-yil 6-ay bu shundami? Ha, 6-yilniki 15'lari atrofida onda men uyga qaytib ketib bo'lgandan keyin 7-yilning boshlari sal aslim keldim, xizmat izlashga boshladim. Xizmat qilay. Aqsuning ichidan xizmat izlashni. Chunki men chiqqan vaqtimda men shirkatimning o'zim ochgan shirkatning bir til o'rindoq, bir til tumir maqamabdi. Hamma tubsiz qo'shdim. U narsani kim yig'ib akatdi, nega akatdi, qancha akatdi, hech kim bilmaydi, bilmayman. Biz ham bilmayman. Men bunday hisob qilgan narsalarni akatdi, uni hech kim bilmaydi. Ochgan shirkatim. Ham so'rayolmaysa? So'rayolmayman, amal yo'q. So'rasam balki ideal emasdi va deb terrorchi deb yana bir narsa qilish mumkin. Mana bu dunyo buni bilish kerakmi? Davlat tarafidan elib berilayotgan bir jinoyatda xalqqa elib berilayotgan bu darajada vahshiylik yani. Ham bu bo'tgan ishlar menga bo'lganda bu bir haqiqiy bir cho'ndirgan milliy irqiy qirg'inchilik. Irqiy qirg'inchilik. Bu ishning din bilan
boshqa bir ishlar bilan alayda munosabat yo'q. Faqat Xitoylar Uyg'urlarni yo'q qilmoqchi xolos. Bularni birlamoqchi uchun meni o'zimiz qilgan. Uyg'urlarni yo'q qilmoqchi. Chunki ma'lum bir diniy sohadagi yoki ma'lum sohadagi insonlar emas, jamiyatda shu Uyg'urlar bo'lsang, sen eng chong jinoyating bo'ldi hozir. Bu Uyg'ur, mening eng chong buni yo'qotishim kerak deb buni nishon qilib turib menayotganlikqa aniqdan bu. Ondan bu xizmat izlab yurib, topgan bir yaxshi xizmatim. Şu vatan tarafındaki bir yerlik içimlikni işkirge ekilip, işkirde biz Uygurlar özümüz bazı açıp satılan bulup bu hizmeti taptım. Tepip ben şu türkün mesulü oldum. İşkirge geldim, işkirge gelip öy icarı alsak biz Uygur bağlılığımız için öy icarı vermeydi bizge. Sen şirketin bir vekili olsan mı? Amal yok, şirket Xanızdan şirketlendi. Xitaydan şirketdi ha. Anda Xitay şirket özü kep durup özü öyden birini icara etmedi. Bu hizmetni mutlaka sen bu işkirde Ali mektebini tutturganliken Xitaycha mahir bo'lganligi uchun tapa olding deyna bu normal bo'lsa xizmat tepishmi bir ham yem bermezlar normal olatda tarbiyalash markazidan chiqqan ekan. Bular hech narsa baranmaydi. Kimligini qandoq birga tekkusi saqchiliklarimizni sayraydi, o'tkazmaydi bularni. Mening ham qanday bir ta'lim kelib qoldi, men aeroplan biletini shirkat etmagan. Aeroplan biletini oldim, uchdim. Shanxay ketdim. Shanxay ketdim. Shanxay kelgandan keyin Uyg'ur bo'g'ligimiz uchun uy ijara bermaydi. Uyg'ur bo'g'ligimiz uchun har haftada bir qatam uyga kirib tekshiradi saqchilar. Uyg'ur bo'g'ligimiz uchun sirtlarga chiqib qolsak, saqchilar bizni ko'rib qolsa yo aqimizga kirib oldi, yoki kim materiallarimizni tekshiradi. Şunaq yaşayıp kaldık, kep keyin Xitayning şirketining ismi nima? Ularniki hozir şirketning ismi Avat Dolan Musallas. Şirketi. Yo'qsa Avatda. Shu şirketdagi Musallas bilan boshqa o'zim ichimliklarni hep. Xo'sh. Ondan şu 2017-yili 11-yili bo'lgan vaqtda bu tur mangmidi. Shanxayda setilmedi bu şirketning bilasizlar. Setilmagandan keyin şirket biz bu bölümni to'xtatayli. Bundaq ma'quldusak pul ziyon bektatib ekanmiz deb turni to'xtatdi. Ondan meni sen cho'qim bizdan birlashishga qaytishing kerak. Sen u yerda qancha Xitoy bilan birlashyapti shu? Biz 4 Uyg'ur. 4 Uyg'ur. Yana 3 qiz bola. Men bir o'g'il bola, 4 edim. Shu bir uyda 3 yadaqliq bir cho'ng bir uyda. 3 qizlar 2 uyda, men bir yolg'iz bir uyda. Turib ishlab qo'yatgan. Sizlar vatan qaytishinglar kerak. Qaytmasanglar bizga avorchilik deb birdi deb. Men qaytmayman. Men hozir maktabni o'zim xizmat deb o'zim ishlayman. Deb shirkatga qo'shilmay qolib qoldim. Ondan qizlardan ularning ketgan bo'lib qolgan bo'lib, bir qizlar qilib, o qizlar keyin aylab chiqib o'z ishini qilib ketdi. Men qilib andan u yerda o'zim yolg'iz o'zim shu Shanxaydagi yerli Xitoylarning shirkatlariga berib xizmat izladim. Bir necha bordim, masalan, Uyg'ur ekansa, davlatning ishda buyrug'i va payjuning buyrug'i va Uyg'urlar xizmat izlab kelsa xizmat berib bo'lmaydi. Ochiq desan ya. Qo'ng'anjim shunda bizga o'qitib olgan. Uyg'urlar kelib qolsa xizmat beramaymiz. Sizlar davlatniki nuqtaliq boshqaradigan millat. Men shu chog'da men tas-tasi qoldim hayotimni o'tkazgili. Men bunda hayotimni nima kerak? Ya o'zini o'ldirib oldi yani. Bunda hayotimni nima kerak? 2017-yil yil oxiri bo'layotgan ishlar. 2017-yil oxiri. Yani 11-12-yil. Shanxaydagi bir cho'ng bir shaharda bir Uyg'ur patmidi. Patmadim. Shu cho'g'lab yurib, bu yerda uchrayotgan siqilishlar, yaklashlar. Men beshinchi bir hozir samir mana boqotima. O'sha bir urug'dim, ashta bir uruq odam, ashta bir cho'ng shagir patmadim. Patmay xap deb yurib, yana izlab boqay bir yerdan bir yo'l chiqib qoladi deb. Bir texnik shirkatga tushdim. Bular qabul qildi, bular chet el mablag' bilan qurilgan shirkatga. Kompyuter texnikasi yani. Bular film. 3 o'lchamli film bilan 360 graduslik butun ekranli film. Yuqori texnik film ishlaydigan. Shu shirkatga kirib ishlab
2018-niki 7-nji ýyla çyşyldım. 2018 7-nji ýylgaça. Şu ýerde okulum işlep, ahyrda därejem üsüp, bir eleci badym. Ahyrda bir Şanhaýdaki hyl nurgun orunlaryny başgurup, tarmaşyklaryna başgurup bolan bir därejege ösdüm. Ösüp, andan keyin 2018-8-nji ýylda özüm kızykkan kesip bolan eken bu. Ýeni berip 6 ay film işleşdi. Ýene gaýtadan okudum. Film başurup okup, bu ýyl 3-nji ýylda okuşum tügedi. Bu okuş jarýanynda men okuýdygym mekdepke baga wagtymda. Yani şu Şanhaýda okudun yani. Şanhaýda okudum. Mekdepke baga wagtymda mekdepden goýgan talepi Çehi organlarynyň, kan organlarynyň kanuny boýunça Uýgurlaryny biz mekdepke kabul kılmaýmyz. Degen gap boldy. Ämdi bu nim dep işimiz ana bunu. Döwlet uçukdan uçukman milletiniň ýolunu idip atydy. Milletini çekläp atydy, bir milletni öldürmek dep düşündüm men de bunu. Bombay izlep yürüp, mektepdeki başka coğrafya başlıklarını izlep yürüp, okuşqısak kirdim. Kirip, böyle 3-nji ýylda okuşum tügedi. Tügegenden keyin hyzmat edip yürüp, hyzmatim jaýaga düşdi. İşlep yürüp şu andan keyin bu okuşny tügetişden burun men ogatga baktım. Jojaňa barda bir iş çykyp kaldy. Şundan Jojan yakın boyunda aýrypan golduruşuna gaçy ýokdy. Men tez süretlik poýezde basam boldy. Tez süretlik poýezde çykyp Jojanlyky Ýuhan beketden. Poýezdin düşke wagtymda, poýezdin düşüp tursam sag çaldym dosty. Sen Uýgur ekensen meni nime geldiň dep. Uçursam neşe we war zeka mala jeli dep. Şondan dedim bolan men kelsem bolmamda beýge. İşim bar bu жерде. Sen telefonuna çyka, kimligine çyka dep. Telefonu berdim, kimligini berdim. Bular bekatdan özü durup kompüter açyp telefonum taşıdy. Ämmetde Xitaylar hakyky kanun boýunça iş kılsa, kanunda kişilik hukuk dep bir näse bar. Andan keyin görnýisi üçin. Uýgurça diýmez bunu. Şahsy uçur. Şahsy uçur dep işler bar. Xitaylar azal bundan garap goýmaýdy Uýgurlar üçin. Uýgurlarga üçin kanun yok. Sakçıların nesi şu. Telefondan teşkil atıdı. Teşkil boğandan keyin meni tuztuğuz bir resmiga atıp beketde. Kolumni küttegizip bir resmiga atıp telefonumda tutquzip bir resmiga atıp beketde. Hep dedim. Telefon resmide atıp boğandan keyin sizin ketdimi ýa-ki? Ýok. Resmide atıp boğandan keyin özü ketdi bula. Ketgenden keyin beketden çykdym, çykyp Ýuhanda mehmana düşdüm. Düşsem Uýgurga ýatak bermeýmiz. Dep. Nemişe galsak bu döwletniň buýrugy ýokurda misal buýruk düşkän dep. Bolmay men bilen birle hyzmatga bargan başga hyzmatdaşlar özüniň namyna aldy ýatakny. Bolgandan keyin meni kimdigim ýanla oşaş teküzdelik ýataknyky tizimlaş sistemasiga kirgizdi. Kirgenden keyin 2 saat 12 bolgança dedi işinçe sakçylar. Çekenden keyin nemişe bolsam sen Uýgur bakabız taşıwel kaldyk. Uýgur bolsa ne bopdy bu ýerde men Jojanga düşke wagtym bir taşıwel bolsa. Desem şu jadyk sakçyny gibi bek uçuk isimde Uýgurlar degen terrorçy, näde Uýgur bolsa biz şeýle çokum taşıwraymiz. Şu jada şu gepini tuluk awazga ewamaganlar bir yerim bar. Awazga ewagan bolsam çokum şu sakçyny bilen sykyp goýdum. Tory çokum bilen kıldım bu işlerini. Awaz alanmadım sen a gap täsir kıldy açyklandım. Masaçmadım men. Täşwir etsem mana kimdigim? Mana telefonum täşwir bolgan bugün. Täşwir etsem mana şu bop nemişiň bar ýene. Sen bizden çokum bilip peýjuzok berip sen. Sunuň süýdükini täşwir eýmez, kynyny täşwir eýmez, barmakyny täşwir eýmez. Telefonuny ämelasyny gaýdan täşwir eýmez. Sen men barmaýmyn. Küçüň gelse meni biçeden dähmeden kurallyk tutup açyket. Ama meni tutup etmanga wagtynda başga Xitay hyzmatdaşlaryň barmy şu ýatakda? Ýen bir jeýlen batdy. Meni aş kurallyk etip ketken wagtynda sen çokum maňa tutuş buyrugyn köstüşiň gerek. Bolmasa men sen bilen diýip akyryjy maňa mezady. Akyryjy diýmesem bilen. Dep desem bular bizde mamul ýok bilen ýokurnyň buýrugy dep. Sen ýokary atgan ýokurdan gaýsy ýokary orunu? Beijingmi ýa-ki Jojanyňky başlyklary mı? Sen Beijingmi bar, Jejanyňmy bar, mesela buyruklar bar.
Әмес немеш ben azıcık kanunu bunda buyurun körüp bakmağa. Sen bu buyursan sen kömeyse, bu da bir işki buyruq aşkılanmaydı sırtqa. Yedi deyişip duruyorsan vaqtını sıra qo'ydi deganman. Bo'ldilar. Deb badim sochxonaga. Borgan ekan shu suydek tekshirdi, qan tekshirdi. Barmoq izlarimni birdan bes barmoq izlarimni tekshirdi. Telefonimni tekshirdi. Tekshirib bo'lgan ekan ana meni va tamdalik metr soni bor. Jinoyatchi rasmdan tamda to'g'izib, nechpachi rasmda tatib bo'lgan ekan. Endi kassang bo'ldi. Men nega ketmayman. Men bayt kelgan yo'lni o'qimayman, apar qo'ysa, nima degan bo'lsam shu ekan. Desem bana deb mashina chiqib apar qo'ygan bo'ldi. Ondan bu ishlar ichimga patmay bir o'zimni aram besib turib, juda vaqtim ertasi kunduz ishni bijirib bo'ldim. Ertasi tushdan keyin Shanxayga qaytib kelib qoldi. Qaytishim kerak. Kirib men mangan tezlikli poyez yana 10 minutdan keyin qo'zg'aldi. Men tezlikli poyez bekatining eg'izini kirib turishim. Biletlar shurada biletlar shuga hamdan meningki kimligimga birla qarab Şinjan deb ishlar xatdan bo'lganlik uchun Uyg'ur deb yozib qo'yganim uchun o'shandan keyin yana bir soqchini chaqirib bularni ishxonasiga kirib kelib so'radi nereden keldan qachon ketsa deb. Men tunogin mishbekatga tushgan tunogin kelgan oqshom 21 tashida hozir ketma Shanxayga mangdim mana men tashib chaqqan bagin manga bu narsani. Desam o'shadan vaqirab qaltaklarini ko'tarib. Sen men vaqirdang. Sen terrorchikansan. Deb ya ashuna bir bo'za qildi. Agar men haqiqiy terrorchi bo'lsam, naqmadan shunchalik o'ttirib tutdim. Men yaxshi odam, normal odam bo'lganligim uchun ochiqni masalan nimada bo'lsam deb vaqin bo'ldi. Deb o'tkazdim-da bu ishni. Chidadim. Ashada avar qilib tasvirlik poyez qo'zg'alishni 1 minut qolgan chog'da. Endi basang bo'ldi deb. Men yugurib berib, asrab ishdek artib, asrab berib, oran ulganim poyezga. Shanxayga qaytib keldim. Bu jejana bo'lgan ish. Ondan bu yil 2019-yil. İkinci mezgil. İkinci mezgilde Cumhur'un Xönen'e beriş doğru geldi. Xönen'e berip şu şirketden şöyle. Xönen'e berip Xönen'den Şanxayga qaytadigan vaqt. Biz Xönen'deki dairesiz kengroq ekan, biz Xönen'deki shaharniki Ma5dan A5ga biz tezlikli poyez berip, aerodrom shu shaharning Y15 ekan. Şu tezlikli poyez aerodrom berip, aerodromdan Shanxayga qaytadigan ishladi. Xönen'deki şu tezlikli poyez bekatiga kirdik. Kirgandan boshlab kimliklar mamlasini qaytadan tekshirib, boshqa mutasaddi so'radi. Nimishqa faqat bundan tekshirsa biz nimishda tushunmaysizlar? Xizmatdaşlarım so'radi. Chunki xizmatdaşlarim chidab bo'ladimi deb boshlagan. So'ragan taqishlarning javobi chunki bu Uyg'ur. Chunki yuqoridan boshlab buyruq va Uyg'urni ko'zga chuqur tekshiramiz. Deb. Bu uchuq millatning chetga qiqish haqiqiy milliy bilgunchilikdan shu. Haqiqiy milliy bilgunchilikdan saqchilar qilyotdi, hukumat qilyotdi. Yuqorining buyrug'i deb shu yuqori qilyotdi. Haqiqiy milliy bilgunchilik shu. Ashtaxtdan boshlanayotdi. Degandan adab chidadoq tekshirib bo'ldik. Men tezlikli poyezga chiqqandan keyin poyezdning umumiy maqda vaqti aran 13 minut. Yo'linglar umumiy yo'l 13 minut yo'l. Ha, shaharning Ma5dan A5ga tezlikli poyezddan 13 minut bor ekanmiz. 13 minutda 3 qatim poyez soqchisi bilan poyezdagi yana bir xizmatchisi, ayol xizmatchisi 13 minutda 3 qatim kelib, mening bilet, kimlik, boshqa narsalarni 3 qatim rasmlatib akatdi. Aerodromga kelgandan keyin tezlikli poyezddan tushib turishimga kendimga yana bir soqchi agashdi. Dal shu meni bekatga kirgan vaqtimda menga agashgan soqchi. Men bilan birga kelib turib. Beshiga. Birga kelgandan keyin ondan karim yo'q, menga vadim, oldimga menga berib, men tezlikli poyezddan aerodromniki bir kirish yig'iz bor ekan, o'zlari uchrashadigan. Asha kelgan joyda u mendan chaqqaroq necha qadam tez menga bilib, oldiki soqchiga, aerodromning soqchisiga. Aqil bir Uyg'ur va anta shuringlar deb qo'yib ketdi. Men aerodromning eshigini oldim, kelishim 4-5 soqchi kelib oldim tuzib. Kimlikdan chiqqan? Ha, qurolliq. Kimlikdan chiqqan? Nereden kelding? Sen kim ol? Bu pek o'tdi bu ish. Mening ko'tarib tug'unim qanda bir zarrachilik bir normal bir insonga bu chidovchilik qilmaydigan darajada bir ishda bo'ladi. Mening ko'tarib tug'unim Cumhuriyet Xalq Cumhuriyatining o'lchamli kimligi. Shu hukumat o'z taqatgan kimlik.
Shu o'zi meni Jungoning puxrasi deb e'tirof qilib taqilgan kimlik. Ammo shu kimlik uchun men nega bosam ishga o'xshash dasaldim, chatga qildim. Shu birda kimlik uchun. Chunki men Uyg'ur. Uyg'ur bo'lganligimiz uchun shunday bir ishlar bo'lib ketdi. Bo'lgan ekan bu yerda tekshirib telefonlarim meni sep yanchug'imdagi har bir narsani birdan tizib elib, yanchug'imda tamog'i bor mening. Tamog'ini birdan tatib elib, yaga qator tizib oldim. Yo Allah. Mishigan tamog'ini birdan o'rib qarab bo'lgan ekan sog'izib. Tamog'ini ichidiridan tatib tekshirdi. Endi kassang bo'ldi deb. Endi nega ketmayman? Ayrıldım ushli 20 minut bo'ldi mening. Bizning karimiz yo'q. Biz katta xo'sh deb. Turib oldim oldin do'st mashina soldim do'st. Aydurumning ichida o'ziniki to'rtchaqli kichik mashina so'ka buniki. Oldin do'st turdim. Mening ayrıldım bilan to'laysa. Hozir agar hozir to'lamasang men ustunda arz qilaman. Desam, nega arz qil? Sen berib Beijing arz qilamsan, berib Xi Jinpingni izlamsa, biz qo'rqmaymiz. Biz normal xizmatimizni ijro qilib bir Uyg'urni tekshirdik. Bizni urmadik, tilimidik. Qanday qilsang qil deb. Bir saqchilama deyotgan gapi. Men bir odamni tekshirish uchun Alloh qaramni tortib xabar qildim dedi. Amal yo'q, ayrılib o'tib ketdi. Amal yo'q, naq maydonda. Men asli shu kundagi bildimni olgan bildim var 5 qo'y. Xonani shoxga uchib ayrıldim. Men amal yo'q, naq maydonda 1821da bilet olib uçtum. Mening bu izzat obro'niki yagi dasilishi, mening iqtisodiy ziyon, mening zehniy ziyon, zehniy besim hammasi bu bak eg'ir qildi bu ishlar menga. Ana shu vaqtdan boshlab to'xtamay qatmabdiman. Men jiroq ketay. Tumay cho'biyadi deb andan to'rlarga chiqib, ba'zi materiallarni ko'rib, anda pasport iltimos qilay deb yo'lni mashq boshladim. Ana bu yil 9-oyda, bu yil 4-oyda yo'lni men yurib, nopsimni vatandan ishga chiqdim. Xabiga chiqdim. Pul xarjlab yurib. Chiqqandan keyin ondan Xabidan pasport iltimos qildim. Bu yil 9-oyda iltimos 8-yil iltimos qildim pasportni. Iltimos qilsam, menga birinchi qatim pasportimni rad qildi. Iltimos qilib necha kun bo'ladi bilmayman. Bu hammasi Jungo fuqarosi. Agar Xanzular bular iltimos qilsa pasportni, qaysi shaharda iltimos qilsa kari yo'q. 15 kun ichida cho'qim chiqdi bular pasport. Men Uyg'ur bo'lganligim uchun Xitoydan pasport iltimos qilsam, Xitoydan bizning vatan tarafga materiallar berdi ekan. Vatan tarafdan aşağıdaki qarqusaq o'nlab ismini yozamaydigan boshliqlar materialni ko'rib tasdiqlab bersa, andigan o'tadigan bu pasport. Bo'lmasa biz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun bizga pasport berilmaydi ekan. Birinchi qatim rad qildi. Rad qilib nupusni ishkirga yo'tkizgan yani. Nupusni yo'tkazib bo'lgandan keyin unga pasport iltimos qildim. Bu yil 4-oyda nupusni so'kdim. 8-oyda pasport iltimos qildim. Xo'sh. Shu 8-oyda pasport iltimos qilgan vaqtimda birinchi qatim rad qildi. Rad qilganlikning sababi Cumhuriyet Xalq Cumhuriyatining terrorlikqa qarshi qonunining 39-moddasiga tushgan men. Shuning degani bo'yicha. Bu 39-moddani men to'g'ri tekshirdim. To'g'ri tekshirsam, terrorlik qilmishi bor yoki terrorlik qilmishi bor deb gumonlangan odamlarga pasport berilmaydi yoki kinchikisi rad qilinadi, tartib olindi deb yozilgan. Men 20 yil vatanda ishkirda burada yashab, o'zim o'qib, o'zimni jinni o'zim beqib yashayotgan odam eng oxir qilib gap yo'qlam terrorchilik chetlaganda pasportim berilmaydi ekan. Men Uyg'ur bo'lganim uchun men terrorchi emasman. Har qanday Uyg'ur terrorlik qilib qilish ehtimoli bor deb aniq ishga tushirib olgan gapda. Uyg'urlar bo'lsam terrorchisan demashida bular. Terrorchi emasman. Pek açığım kaldı. Açığım ki şundan yeni yol izlashga başladım. Qanday qilsam iltimos qilay deyman deb. O'sha 1 minut o'tira. Qadrli ko'rmanlarimiz, naq maydondan 221dan ko'proq odam ko'ryapti bizni. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Uchur yozib atgan qarindoshlarimizga. Ammo lekin ba'zilar bak haddini eshib ketganligini ko'ryapman. Bu programmaningki diqqatini buzmay kimningki meningki yoki har qanday bir riyosatchininki
mehminiga qaysi shaklda, qaysi uslub bilan gap qilishini o'rgatmasanglarmi, kasbinglar bo'lmagandan keyin, o'zinglarning doirasida bo'lmagan ish bo'lgandan keyin buni bak chat kirib olmasanglar. Bu haqiqatan inson rahatsız qiladigan bir ishlarda bu. Yani ben bunu inimde ko'rganligim uchun, o'zimning inisidek yaqin ko'rganligim uchun bu yoshdagi insonlar men normalda bu shaklda paranglashman. Buni o'rgatmasanglar bo'ldi qadrli ko'rmanlar. Ya qadrli ko'rmanlar deb qoldim, yani 5 mo'challar deyman. Davom qilaydi. Birinchi qadamda pasportim rad bo'lgan ekan, ikkinchi qadamda qanday qilsam amalni qila olayman deb to'rdan material yozishga boshladim. Tekshirsam davlatning har qanday bir qonunida, Jungoning har qanday bir qonunida, Xo'sh. pasportni qancha qatim iltimos qilsa bo'laverdi ekan. Cheklamasi yo'q ekan buning. Ammo Xitoy taraf ikkinchi qatimli pasport bilan rad qildi menga. Seni birinchi qatim seni terrorlikqa oid deb rad qildi. Shunga biz ikkinchi qatim sen pasportingni qayta iltimos qilishini rad qilamiz. Ham sen nupusning cho'qimichini so'kib akitishing kerak deb turib oldi. Xitoydan nupusni men 4-nji so'kib akagan nupusum 8-nji bo'lganchada pasportga iltimos qilgan narsaga ta'sir bekatni yetib qo'yganlik uchun. Xo'sh. Cho'qim endi pasportni ham iltimos qilib olmaydiganға nupusni ham so'kib aksagan deb turib oldi bola. 5-nji vaqtda endi qo'limda qilgan cheklik amaliyot to'rdan izlab yurib ishkindagi Guangxi tarafdan dengiz bo'yidan uy yasa nupusni chekib tushirib degan xabarni ko'rib 270 ming pulni qarshilabman. Dengiz bo'yidan uy olganға oltin topshirgan pulni 30% pulni. Topshirib uyni olaman. Uyni elishim burun uy sotadiganlar, o'shaning saqchilari hammasi. Xotirjam bo'lib uyni yap bo'lsa bo'lsam nupusni chekib tushirib beramiz deb. Pulni topshirib bo'lgan degan saqchilarning degan gapi. Sen Uyg'ur ekansan, bizniki boshliqlar dedi, Uyg'urning nupusi berib tushmaydi o. deb. Qallamga yo'g'on tashdin bir tushgandek bo'ldim da yerda. Puldan bo'g'imni qiltaskab, ba puldan bilan chiqib uydan birini yeb qo'ydim, unda uyni qaytarasam, qayta olmaydi. Kimni izlasam men Uyg'ur bo'lganligim uchun gapim faqat o'tmadi. Xo'sh. Gapimni anglaydiganға bir ishlarimni qilgan bir odam yo'q. Bo'lmaydi degan xabar bergan dedim. Men ikkinchi qatim iltimos qilaman. Agar iltimos qilmasam men az qilmasam, chunki qonunimda yo'q ekan. Deb desam, unmay turib oxiri gap kuchimni disiplinga qarshilab yurib, tunishni izlab shu tunishlar azroq bilmoqchi bo'lgan bo'ldi. Ikkinchi qatim iltimos qilishimni qo'shildi. Xitoydan ikkinchi qatim iltimos qilishim qo'shilgandan keyin ondan men vatan tarafdan bir ismini atab qo'ymay bir saqchini setib oldim. Pul bilan. Sen menga yaranishmish pasportning hammasini bijib bersa, men sana pul kerak bo'lsa beraman. deb shu 60 ming atrofida pullarni xarjladim buning uchun. Qanday kun ikkinchi qatim iltimos qildim, pasportim o'tdi. Pasportim o'tib bo'lgandan keyin shu pasport iltimos qilganligim uchun uydagilarni asli izlab avara qilib vatan tarafdan nima pasport bejardi. Nega olmoqchi? O bizga ishlanmoqda. Normalde ishkirga o'tib bo'lgandan keyin ishkirdan oldigan pasportni? Pasportni ishkirdan olaman, lekin vatan tarafdan uydagilarni izlab asli kötkini izlaydiganda undasi. Balangiz pasport etdi, nega olmoqchi? Nega olmoqchi, nima ish qilmoqchi deb. Men pasportni ishkirdan oldim, bo'lgandan keyin ondan bular uydagilarni izlab balonga aloqa qilishgan. Inavna aloqa qilish, pasportni bizga akib bersin. Pasport bizga akib bersa, hech qanday ish yo'q, bo'lmasa biz sulab qo'yamiz. Buni qancha degan gap bu? Shu 10-oylarda bo'lg'ashda. 2019 10-oy. Tamam, bir ay oldin bo'lg'ashda. Degandan keyin o'ygan javobi nupusni so'kib achib ketgan bilan munosabati yo'q. Keyin bu oilang nima ish qildi? Ota-onamizni hozir ular dehqon. O'ynash ishlarida. Ondan bu ishlar azroq besiqqan bo'ldi, besiqqan bo'lib endi bir pasportimni epopdi men, bo'lmasa hozir xizmatimni yaxshi qilib normal xizmatimni qilaychi bo'ldi. Deb maqsad qildim. Sirtlarga chiqib nima ish qilaman deb to'g'ri vaqtlarimda ondan Uyg'ur bo'lganligim uchun nima ish qilsam ish bo'lmay, oldin to'soq.
Болған деген бара bu içimde ötmeyi bazı işler. Boldular men patmagan деген bir sır çıktı. Bir canın koyun iken hareket başka bir yaşap bakayım. Onda yola çıktım. Yola çıkıp 11. ayının 11. ayından ki hazır mı 12. ay mı? Hazır 12. ayga 12. ayından ben 13. Vatandan yola çıktım. Yola çıkıp Endonezya'daki Bali Aralık'a geldim. Endonezya'nın Bali Aralık'a. Bali Aralık'a hep u yerden de gün seyahatini kılıp tuğan dekanından Amerika'da Tayyar'ımla alaklaştım. Tayyar'ım bilen. Akam işlemişler gap. Hoş. Ben hazır Bali Aralık'da ben Tayyar'ım afkam tutturam. Çıkan bolsanız özünüz dikkat kılan biz bir işini bakayla dep yürüp şu ardına çıkıyor ötüp andakan afkam sağ Türkiye'ye gelen. Türkiye'ye geldikken Burhan efendim Türkiye kılıçtım bir müdahale aklaşıp vizlerini becerip kayıt ayıpından bildiğini alıma kaçın olu çıkma yılan göz çıkıp beğendikken andakan tünügün Bugün etiyen düştün mü? Tünügün keş şu Endonezya vakti 9 bilen ayıptığında uçtum. Uçup 13 saat uçup ben. Bugün ettigen Türkiye vakti saat şu 5'ten 10'la ötken çada İstanbul'a aerodroma uçtum. Hani ettigen de şu Hoş. Aerodromda görüşüp orada ben de bilen. İşte beraber paranlaşıp başta ötken ahvalan beraber değişip şu hazır bana şöyle köpüklerden nahmeden paranlaşıp hikayelerini bulasını oturttum biz. Yani hakikaten yani bir acayip bir hayatını baştan göçürüp çıkıştan fıkamamdı. Elbette köygellerini bazı gaplarni hatta biz programdan burun değişken gaplarni hatta bir yerde deyilmeydiğin gaplarni diyemedik. Ama sen muşuncu valla elbette bir ülgü buluş süftan bilen bilgen dünyada nurgulluğun kıyındaşlarımız var chet elde yaşavatkan. Müşahede erkin yaşavatip durup ekranga çıkıp ailesi üçün her xil xiyallarını kılıp her xil korkunç içinde sen takıp büyüyen etigen İstanbul'a uçtun Türkiye'ye. Tak vatandan çıkkılı tak neç gün oldu. 10 gün yaptık toplam mesela Endonezya'dan turgan vaqtdan hesaplasak. Muşu cesaretga ben aile mazir sırtdı o. Tak içinde emas yani. Hazırca öyle. Hem de bu insan tasavvur kılışı mümkün bulmagan Xitayning bu cinayetlerden baştan bevosita o'zing yaşadan. Ama muşlarni qilib turib bilgan ekranga qo'ymay dadil chiqib, bu ailaning beshiga Xitoylar bu rezillik bilan har qanday ishni qilishi mumkin. Sen bu shuni hammasini ko'zga olgan shaklda chiqib, bundan keyingi hayotingni nima ish qilmoqchi, nima ish qilasan, ailang uchun nima ish qilasan? Hazırında ben mi oyladım bunu? Ben ekran çıkanken çoğun bula apım bula akam abdülkam muhtemelen kulağa düşüp ben köygen gündüm bir iyi bir günden görüp geçmem mümkün. Hatta hayatımda öyle çalışmam mümkün. Ama eğer ben bugün çıkmasam, bu programa çıkmasam, yeni bir adam ailesindeki işlerden korkup umut çıkmasa, bu bizning Uyg'urlarning amaliy ahvoli dunyoga anlatılmasa, hazır Xitoylar yolg'on yavloqni vahshiy taqtatadi. Ve çeldeki Uyg'urlar hammasi eski, ular yolg'on so'zlaydi, bizning dinimiz rost deb yolg'on yavloqni vahshiy taqtatadi. Bu shunday vaqtda hech kim sahnaga chiqib bir amaliy ahvolni demasa, Xitoyning gibi iqib ketsa masalan, u ailesini hozircha ailesini saqlab qolganlar, uning ailesiga hatto o'zi yana bir necha kundan keyin ular tutilib ketishi mumkin, o'lib ketishi mumkin. Bu hammadan amaliy ahvolni demasa, bu Xitoylar o'zining yolg'on yavloq gapini desa, biz Uyg'urlarning gapimiz ikkinchi oqmaydi. Millatniki quyruqi yuzda tutadi ikkinchi. Balkim bunday menga Uyg'ur degan millat qolmasligi mumkin. Shunga ba'zi joyda jondan kechmoqchi jondan g'ayr qilib bo'lmas. Ba'zi ishni kechib turib, ba'zi ishni sal quyib turib, bir kichik ishni quyib turib, cho'roq bir ishni o'ylab turib, bir ishni qilish to'g'ri deb qarayman. Köpten köp rahmet hakikaten
Qadrli ko'rmanlarimiz, yani inimiz Yolqun Anvarninki bu degan oxirgi chaqirigi bu gapi har bir Uyg'urni, har bir vijdon egisini uyg'otishi kerak deb qarayman, qadrli ko'rmanlarimiz. Bugun anglab o'tdik, yani hiçbir şekilde birer bahane bilan akereklik emas şu lagerdeki bu vahşiliklarni, bu inson qilibidan chiqqan ishlarni biz burungi programlarımızda o'qiladiganligini so'zlab o'tganda nurg'unlig'an, ammo lekin haftada o'ramda uni balkim bir hafta bir qatam o'lishi mumkin deb o'ylaydik bugun kecha. Inimiz qarab boqaylik mana. Har kuni atiganda qanelang, kechda o'qilarim. O'ylab boqaylik, yani yotgan shuncha qisqa vaqtning ichida bu 3 oydan ko'proq vaqtning ichida her gün yegan bo'lsa 90 qatimdan ortiq o'qil urgan bo'lishi mumkin dedi inimiz. O'ylab boqaylik. Bu darajada vahshiylikni ijro qilayotgan Uyg'ur millati uchun, bu darajada qatliam elib berayotgan bir jinoyatchini faqat tunugun oldingi kuni men Numusqima va Germaniya dolqunlarininki Tim Sebastian degan mashhur bir nayt danliq bir riyosatchisi var. Şu mavqi Viktor Gau degan numussizni ziyorat qildi. Ben ağzımda buzmaydım normalde ekranda. Keçirsizlarmi lekin bu nurg'ulg'an mayli jaziraga bo'lsin, Mahdining programmasida qatnashgan. Xitoyninki chet elda ingliz tili bilan so'zlayotgan har qanday kanalga chiqib Xitoyning og'zi bo'layotgan bir numussiz bu. O'zi Amerikada o'qib advokatlik qilgan bo'lsa-mu, g'arbning zarrachilik madaniyati, g'arbning zarrachilik insonligi bo'lgan narsa yo'qmagan bir maxluq. Muşuma aldığım günkü ziyarette, Tim Sebastian'ınki o kadar ötkür, o kadar güçlü suallarga yağmurdaki sual yağdırıyordu bu. Şu programımızı köysağını bilirsin. Numus qilmasdan mening nurg'un Uyg'ur do'stlarimga yaqin. Xitoy degan hergiz bu jazolarga siyosat yo'q, bu yerda tarbiyalayotimiz, uni quvvatimiz, bunu quvvatimiz deb hozirgi kecha Shuhrat Sakirninki bir hafta burun elib bo'lgan xalqaro yolg'ondan oshkorlagan lagerda hozir tugidi, o'qish tamomladi degan bu yolg'onchiligini bir hisobda bu Viktor Gau degan Xitoy inkor qilayotgan bo'ldi-da bu so'zda, bu ziyoratda. Bu lager siyosat, bu jazo lageri emas, tarbiyalash markazi biz degan oldini ola bir terrorchining dunyoga yamrab ketmasligi uchun Uyg'urlarni shu terrorlik qilishdan burun tarbiyalab, ularni o'zgartib qilayotgan bir go'zal bir markaz bu deb Xitoy aksini maqtab og'zi tegmay maqtadi. Shuncha valla dalil isbotni Tim Sebastianning qo'yishiga qaramay Xitoy buni ijro qilib bugun dunyoga yana bu sapsatini setayotgan bir mezgilda mana shunday yigitlarimiz, shunday oilasida mishad rasmlari, aloqasi uzilib qolgan narsalar turibmi bugun allaqandoq bir nimalardan qo'rqib yana bir narsa qolarmiki, Xitoy hozir o'qish bitiribdi deb e'lon qilyapti, hozir qo'yib o'tib beribdi. Chiqib qolib qolsa xuddi jannatda yashaydi ekan bu Uyg'urlarimiz deb ham xiyol qilib bu nejis tajovuzchilarningki bu tajovuzchilardan rahmat kutayotgan Uyg'urlar o'zining kallasini silib o'tishi kerak. Qadrli ko'rmanlarimiz. Yani mushuncha bola bir nejisdan rahmat kutayotgan bo'lgan g'aflat yetayotgan Uyg'urlar kallasini uyg'otishi kerak, qadrli ko'rmanlarimiz. Men bir og'iz rost gapni deb beray sizlarga. Agar tarbiyalashga kirib ketdi deb turib hozirgacha aloqa qilmagan bo'lsanglar bu odam bilan, hozirgacha aloqa uzilib yoki bir odam topolmagan bo'lsa, menga shundoq ishoninglar, bu odam yo o'lib ketdi, Xitoylar buni o'ldiryapti, yoki inson bilmaydigan bir turmada. Bu hargiz odatga bir o'qiladigan bir odamlardan jazolarga emas, undan najot ig'irbaga olib bir tiqyapti. Shunga bu Xitoydan umid kutib, uyimizdan qo'yib o'tamo, qo'yibsa bular o'qish bitirib chiqdi deydi, qo'yibsa jamiyatda sog' yashab ketamo. Xiyolni qilmasanglar yaxshi. Chunki tutilib ketganlarniki shu eng yeniklar raqib mana. Men hozircha shu lagerga kirib chiqqandan keyin yenikroq bir ayet normal qaytib chiqqandan birisi. Agar lagerga kirib bo'lgandan keyin nomda bir amal yo'q bir jinoyatni bir qilsa otib qo'ygan bo'lsa, mayli siyosiy bo'lsin, jinoiy ishlar bo'lsin, yoki boshqa ishlar bo'lsin, qilsa jinoyatni bir otib qo'ygan bo'lsa, bu tarbiyalashni olqib, uni ig'ir turmada bu odamni necha yil ichidagi 5-10 yilda yoki 40-50 yil bir yil ichida ko'ngil bo'lmaydi. Yo'q. Shunga bu uyim andaq, dadam mandaq deb bundoq ishqilinib bilgan ko'rganni demay turib bilishni men yoqtirib ketmadim. Amaliyat jaraq bo'lgan yaxshi.
To'g'ri. To'g'ri. Dadanamış. Ko'p rahmat ukam, Alloh razı olsun. Shu programmaga qatnashib bu jasorat bilan kelib bu Xitoyning jinoyatlarini oshkorlab maydon qo'yganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Shuningga shaksiz ishonchim komilki, sen bu hergiz oilangdan qat'iy ansirma. Bundan keyin albatta butun kuching bilan oilaningki davosini ta dunyoning har qaysi yerlardagi dunyodagi inson vijdoni va insonlikda tugab ketmadi. Faqat Xitoyda tugab ketgan bilan Xitoydan iborat bu davlat terrorlik elib berayotgan bu malullarda tugab ketgan bilan tahi insoniyatda tugimadi. Sen bu albatta Allah hayot chiqib seni qutqizgan ekan, oxirigacha bularning davosini qilib maqganliging shaksiz sen shuni deding. Xitoylar hargizmi bundan keyin bu sen oilangga hargiz chiqalamaydi bundan keyin. Bularga bir ziyon yetkazishdan burun 100 qatim o'ylandi. Ekranga chiqqanlarnikini qadrli ko'rmanlar. Ya'ni chiqmay jimjit yurganlarni dunyoda hech qanday hech kim ko'rmaganda yo'g'ishtirib uni alla burun pak-pakiz tugitib o'tsinmi men ko'rmadim deb turib olaydim. Ammo igisi va buning davosini qilayotgan insonlarni bularning oilasiga ziyon zahmat yetkazishdan burun 100 qatim o'ylanib turib andan keyin qildi. Xitoyning mijozini ancha-muncha tushunayli. Yillardan buyon so'zlab kelyapmiz, beshimizni silkib o'taylik qadrli ko'rganlarimiz. Programmadan boshdan oxirgacha qizg'inlik bilan ko'rib berganlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Albatta bu boshqa har xil tillarga tarjima qilindi va nurg'ulg'an xalqaro muxbirlarning qashig'i bu elimiz bundan keyin nurg'ulg'an axborotlarda bundan keyin guvohlikni texnik beradi. Bu albatta bir til bilan cheklanib qolmaydi. Bunga albatta o'rinlashtiramiz bu ishlarni. Ko'p rahmat. Alloh ömür bersa yana bir qatim programmada ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Programma jarayonida ana shunday ba'zi birlarninki ish o'rgatishga tirishganligi uchun biroz hayajonlanib qoldim. Asla tilimdan hozirgacha programmada bunday bir narsa chiqmaydi. Boshqa qarindoshlar o'ziga elib olmaydigan qarindoshlarimiz albatta o'ziga olmaydi. Bu ishlarning ichiga kirmagan, programmani qalaymiqon qilishga tirishmaganlardan boshqa ba'zilar shuni ish o'rgatgisi kelib qolgan o'xshaydi. Xayr. Ko'p rahmat aytamiz hammanglarga, vaqtinglarni oldik. Ko'plab yana ham baharlab qo'shilgan umid qilamiz programmamizni. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.